Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy hissiy intellekt podkastimizga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Dilbar Haydarova, kitobshunos, muharrir, kitob klubini yaratgan inson, judayam faol va ham bizni o'zimizga ham juda ko'p insonlarga ijobiy ta'sir qilgan shaxslardan biri deb shaxsan bilaman. Va Mirjon Hidoyatov birga podkastni boshlaganmiz va Mirjon ta'lim sohasida 15 yildan beri faoliyat olib boradi. Xalqaro tajribaga ega, bu sohadagi ekspert deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Va Kamina Farruh Tillo ham ta'lim sohasida, ham ijtimoiy tadqiqot, ham san'at va madaniyat sohasida faoliyat olib boraman va oxirgi paytlar Mirjon bilan juda ko'p suhbatlarimizda kitob mavzusi ochilaveradi va kitoblarni bizga shaxsiy ta'siri, jamiyatga ta'siri haqida juda ko'p suhbatlashamiz va bu haqda sizdan ko'ra chuqurroq va teranroq fikrlaydigan tanishlarimiz juda kam. Shu uchun sizga birinchi savolimiz. Sizning fikrlaringiz bizga juda ham qiziq, juda ko'pchilikka qiziq bo'lgan bo'lardi. Sizning hayotingizda kitoblarning o'rni qanday bo'lgan? Qaysi tomondan sizni shakllantirgan, qaysi tomondan sizga ta'sir ko'rsatgan va umuman o'zgartirgan? Salom, o'zimga ham yangi bo'lgan e'tiroflar uchun rahmat. Endi savolga qaytadigan bo'lsam, Maksim Gorkiy aytadi, o'zimdagi barcha yaxshi hislatlar uchun kitoblardan minnatdorman degan fikrlari bor. Ya'ni buni ham o'zimni hayotimga qo'llay olaman. Ya'ni ma'lum bir vaqtda biz nafaqat jismoniy o'zgaramiz, balki ruhiy evrilishlarimiz ham boradi. Ya'ni o'sha har bir bosqichning o'ziga xos evrilishi menda ma'lum bir asarlar orqali yuz bergan, paydo bo'lgan. Ya'ni kitob o'qish odati qayerdan va qachon paydo bo'lib qolganligini bilmayman. Menimcha oilaviy muhit bo'lsa kerak. Lekin shu hayotimdagi sanoqli eng yaxshi odatlardan bittasi mutolaa jarayoni hamda o'zgartirgan, meni shaxsiyatim o'zgartirgan yoki qaysidir jihatdan yangi bir bosqichga ko'tara olgan asarlar ko'p. Ulardan birini aytishim mumkin Martin Eden. Masalan, bu jamiyatga, hayotga, insoniyatga va o'zimga bo'lgan fikrlashimni o'zgartirishga sababchi bo'lgan asar hisoblanadi. Jek Londonning shu avtobiografik xarakterga ega bo'lgan asari. Undan keyin juda ko'p kitoblarni sanab keltirishim mumkin. Ya'ni kitoblar qanday bizni o'zgartira oladi. Masalan, deylik, empatiya qurishda, insonlarni tushunishda, masalan, ijtimoiy intellektimizni ko'tarishga, yangi bilimlar olishga yoki o'sha qaysidir momentlarda motivatsiya berish uchun men kitob vositasida bu narsalarni olaman. Kimdirlar buni boshqa yo'llar bilan olishi mumkin. Masalan, kimdirlar sayohatlar orqali, kimdirlar o'sha uzoq, sifatli suhbatdoshlar orqali olishi mumkin. Hammada vaziyat har xil. Mendagi o'sha o'zgarishga bo'lgan ehtiyoj va uni qondiruvchi omil asosan kitoblar orqali bo'ldi. Birinchi bo'lib men kitoblar orqali o'zimni va dunyoni anglashni boshladim. Oxirgi paytlarda judayam sizni faoliyatingiz kitoblar bilan bog'liq. Oxirgi paytlarda yanada kuchaygan nazarimda. Oldinroq siz ta'lim sohasida ham edingiz, bo'lishardiz fikrlaringizni. Hozir ham muharrirlik, ham kitob klubini faoliyatini olib borayotgan shaxs. Unda juda ko'p kitoblarni, juda qiziq, chuqur kitoblarni analizi bo'ladigan bir muhit yaratyapsiz. O'zi kitoblarga qiziqishingiz bu sohalarga qiziqtirganmi, olib kelganmi? Qanday bu sohalarga kirgansiz? Nimasi sizga nima deydi, qalbingizga yaqin? Yo, jamiyatda shunaqa bo'shliq sezganmisiz, как existential vacuum deydi-ku. O'shani to'ldirishga qanaqadir bir hissa qo'shay deganmisiz?
Professionalizm, masalan, kasbiy o'sish hayotim ajralmas bir muhim bo'lagi hisoblanadi va kitob o'qish bu mening hobbim edi. Ya'ni ikkisini qanday qilib birlashtirish haqida uzoq o'ylaganman. O'zi mutaxassisligim bo'yicha bakalavriatda o'zbek tili va adabiyot bitirganman, filologman. Ya'ni kitoblarga ma'lum bir ma'noda bog'liq, ma'lum bir ma'noda u qadar ham yaqin emas. Lekin o'sha muharrirlik, umuman nashriyot sohasiga o'tishim bu o'sha hobbiyim natijasida, ya'ni o'sha kitoblarga bo'lgan qiziqishim meni yetakladi hamda qanday qilib men o'sha qiziqishimni pul olib keladigan, masalan, moddiy manfaat olib keladigan butun umrli faoliyatga aylantirishim mumkin ekanligini o'yladim. To'g'ri, ta'lim sohasida ishlagan edim. Asta-sekin o'sha muharrirlikka, nashriyotga o'tdim va bundan xursandman. Sababi ishlayotgan jarayonda ham deylik sevimli kasbni topa olish, sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanish bu kam sonli insonlarga nasib qilgan bir baxtning bir ko'rinishi deb hisoblayman. Va ayni vaqtda nima uchun aynan shu kitobxonlikni targ'ib qilyapman yoki kitob klubi orqali o'sha kitob o'qiydigan insonlarni atrofimga jamlayapman. Ya'ni kitobxonlar biladi, bizning o'ziga xos dunyoyimiz bor deylik. Biz masalan insonlar bilan munosabatlarni deylik, samimiyatni o'sha asar qahramonlari, ayniqsa badiiy kitob o'qiganlar, badiiy asar o'qiganlarda o'zining bir dunyosi bo'ladi. Va bu dunyo ayni vaqtda yashayotgan real jamiyatdan biroz uzoqroq. Masalan, deylik, ba'zi bir odatlarim, tushunchalarimni jamiyat hali ham qabul qila olmaydi. Ya'ni men jamiyatga moslashishim mumkin, lekin singib keta olmayman. Singib ketishim uchun o'sha fikriy, ongiy buhronlar to'sib turadi. Singib keta olmayotganligim uchun qaysidir vaziyatlarda bu jamiyatning begonasiga aylanamiz. O'sha Kamyuning asar qahramoni Merso kabi bo'shliq, shaxsiy bo'shliq paydo bo'ldi menda. Masalan, deylik, o'zim o'qigan, o'zim qiziqqan kitoblar, asarlar bo'yicha kim bilandir suhbatlashish ehtiyoji. Ya'ni bu suhbatdosh, sifatli suhbatdosh topish ham bu hozirgi kunda ham qiyinroq, ham o'ta muhim bo'lgan vaziyat holatlardan bittasi hisoblanadi. O'zbek jamiyatida kitob klublari juda ham ko'p, kitobxonlar auditoriyasi bor, yetarli darajada. Biz masalan kam kitob o'qiymiz degan negativlar aytamiz, lekin bu u qadar ham o'zini oqlamaydi. Yani kichik guruhlar bor. Lekin hammasini o'zining konsepsiyasi, yo'nalishi boshqacharoq. Meni maqsadim sifatli kitob o'qa oladigan, murakkab asarlari tushuna oladigan, masalan, kitobxonlar ham eng masalan iceberg uchiga o'xshagan top urvenda turadigan insonlar bilan deylik g'oyalarni muhokama qilish. Shu sababli ham kitob klubimni tashkillashtirdim. Ya'ni saviyali kitobxonlar bilan mendan darajasi yuqori bo'lgan insonlar bilan suhbatlashib, ulardan nimadir o'rganish, olish yoki o'sha tushunchalarimizni, fikrlarimizni o'rtoqlashish. Shu sababli ham bizning kitob klubimizda badiiy asarlarga kamroq murojaat qilinyapti. Masalan, o'qilish qiyin, ba'zan o'sha qachonlarda sotib olingan kitob javonida turibdi, lekin yillar davomida unga murojaat qilinmagan asarlar masalan tanlaymiz. Ya'ni shu ham o'ziga xos bir challenge, bu qiyin. Kitob o'qish aslida qiyin va murakkab, g'oyaviy, falsafiy asarlarni o'qish 2 barobar qiyin. Ya'ni o'sha challenge-ni oldik hamda menimcha qaysidir qismda uddalayapmiz deb hisoblayman. Albatta. Kitob klubi как logoterapiyaga o'xshab ham ketyapti-da ba'zida. Odamlar o'ziga o'zi psixolog bo'lyapti. Aynan. Shunaqa tuyulyapti menga oxirgi paytlarda. Logoterapiya nima degani? O'zi shu tomonga qarab bormayapsiz mabodo? Xo'p, bu ham intellektual, umuman barcha insonlarning muammosi, ya'ni 21-asr asosiy muammolaridan biri bu depressiya, stress, qanaqadir bo'shliq his qilish hamda o'sha bo'shliqni to'ldirishga harakatlar, urinishlar. Meni ham mana shunday bo'shliqlar o'ziga xos deylik
hayotimizdagi qiyin vaziyatlar logoterapiyaga olib borgan. Shunga izoh berib keting ozgina. Logoterapiya nima bu? Logoterapiya o'sha hayotning ma'nosini qidirish, ya'ni o'zimizga yashashdan bir ma'no deylik, bir maqsadni topib, o'shanga harakat qilish. Logoterapiya juda ham ko'plab yo'nalishlar bilan hamohang yuradi. Masalan, deylik, biblioterapiya bilan yoki o'sha qo'llab-quvvatlovchi amaliy terapiya bilan, psixoterapiya bilan biz ularni uyg'unlashtirishimiz mumkin. Ya'ni so'z orqali davolash hisoblanadi. Logoterapiyani o'rgangan inson o'zining shaxsiy psixologi bo'la oladi. Masalan, biz har doim ham professional mutaxassisga murojaat qila olmaymiz. Masalan, deylik, ba'zan sharoitimiz bo'lmasligi mumkin, ba'zan vaziyatimiz to'g'ri kelmasligi mumkin, ba'zan o'zimiz xohlamasligimiz mumkin, lekin eng professional mutaxassis bo'lsa ham inson 100% ochila olmaydi. Masalan, ruhiy muammolar masalan 90% yetishingiz mumkin, 10% bar qalbingizda tub-tubida saqlangan bo'ladi. U tabiiy ravishda bo'lishilmaydigan muammolar. Lekin siz o'zingiz bilan suhbatlasha olasiz, o'zingiz bilan masalan o'sha muammolaringizni bo'lisha olasiz. Kitoblar orqali, ilk boshda kitoblar, yaxshi filmlar, yaxshi musiqa sizga yordam beradi. Keyinchalik o'zingizni, depressiyangizni, ichki olamingizni yaxshi o'rganganingiz, ya'ni o'zingizni his qilganingiz sari yordam berish va o'zingizga qanday munosabatda bo'lishni bilib boraverasiz. Ya'ni biz kosmosni cheksiz deymiz, lekin ruhiyatimiz, ongi ostimiz ham kosmos qadar cheksiz hisoblanadi va men ongi ostini tozalash deb psixologlarimiz ko'p chaqiriqlar qiladi. Masalan, bu narsaga ishonmayman, u qadar ishonmayman desam bo'ladi, chunki ongi ostini tozalash imkonsiz. Ya'ni bu cheksiz narsa. Har safar ongi ostingizga qayta murojaat qilganingizda yangiliklar, yangi bir hodisalarga duch kelaverasiz-da, ya'ni cheksiz. Ya'ni har gal ayni bir joyga, ayni bir momentga tushmaysiz. Xuddi bu Interstellardagi o'sha 5 o'lchamli vaqtga tushib qolgan holatiga ozgina qiyoslasam bo'ladi. Ya'ni bizning ongi ostimiz ham masalan deylik, o'sha turfa xil o'lchamda va holatda bo'lgan, ya'ni bir nuqtaga ikkinchi marotaba tusha olmaymiz deb hisoblayman. To'g'ri tushungan bo'lsam, logoterapiya haqida u sizga o'zingizni psixologingiz, psixoterapevtingizga aylanishga yordam beradi demoqchimiz. Shunaqa sizga kerakli vositalar va qobiliyatlarni shakllantiradimi? Aha. Va bu orqali siz o'zingizni shaxsan o'tirib ichki hissiyotlaringiz, ichki qarashlaringiz, fikrlaringizni kuzatib, o'zingizga shaxsiy tashxis qo'yib va ustida ishlashingiz mumkin demoqchimisiz? Buni ikki xil usuli bor. Masalan, logoterapevtlar bor. Ya'ni bu logoterapiyaning o'sha darg'alaridan biri Viktor Frankl. U logoterapevt bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Ya'ni u mijozlarni, bemorlarni qabul qilgan. Yaratgan shu terminologiyani ham. Terminologiyani ham yaratgan va butun dunyo bo'yicha ommalashtirgan. Hozir logoterapevtlar bor, mavjud. Biblioterapiya kurslari masalan dunyoning bir qancha yirik kutubxonalarida deylik olib boriladi. Qanday olib borish kerak tushuntiriladi. Men bu narsalarni kitoblar orqali o'rganib, o'zimga shu usulni qo'llashga harakat qilyapman. Ya'ni siz logoterapevt huzuriga borib o'z muammolaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin, ya'ni professional mutaxassisdan maslahat olishingiz mumkin yoki vaqt bilan, zamon bilan qaysidir metodlar o'rganib, o'sha mutaxassisga aylanishingiz mumkin o'zingiz uchun. Ya'ni ikki xil ko'rinishda menimcha tushuntirib bersak bo'ladi buni. Va uni asosiy maqsadi sizni hayotda ma'no topishga yordam berish. Logoterapiya, to'g'rimi? Boshqa psixologiya bilan bog'liq bo'shliqni to'ldirish deylik. Masalan, bo'shliq bor hammamizda har xil ko'rinishda va ammo bu bo'shliq borligini anglab yetgan insonlar bor. Hali bu narsaga yetib kelmagan deylik insonlar bo'lishi mumkin. Anglab yetgan insonlar u bo'shliqni nima orqali to'ldirish
masalan Zigmund Freud aytadi, bu kabi bo'shliqlar umuman hayoti markazida shahvoniy istaklarimiz turadi. Ya'ni juda ham ko'p masalan ruhiy qo'zg'alishlarimiz deylik, sabablar, xatti-harakatlarimizning ma'nosi ortida o'sha shaxsiy shahvoniy istaklarimiz turadi deb aytadi. Ya'ni o'sha jinsiy mayllarni o'rtaga qo'yadi. Lekin bu narsani Viktor Frankl inkor qiladi. Ya'ni bu jinsiy mayllar har doim ham hamma narsani ham izohlay olmaydi. Ma'lum bir sabablarimizga javob yechim bo'lishi mumkin, lekin bu barchasiga emas. Ya'ni bu bo'shliq o'sha hayotning ma'no qidirish, ya'ni logo o'zi ma'no, ya'ni ma'no terapiyasi desak ham bo'ladi. Bu hayotda ma'no qidirish orqali biz bu bo'shliqni to'ldirishimiz mumkin degan fikrni qo'yadi. Menimcha aynan hozir aytgan gaplaringiz yaqinda o'qishni boshlagan kitob klubida o'qishni boshlagan asarimizga Say yes to life. Man's Search for Meaning va Say Yes to Life nemis tilidan Austrian Germandan tarjima qilish shunday bo'lar ekan. Hayotga ha de, ha? Shu asarda yaqinda kitob klubimizda o'qishni boshladik. Biroz shu asar haqida va uni asosiy mazmuni haqida bo'lisha olasizmi? Va nima ikkinchi qismi? Bu hozir 3-asar bo'lyapti kitob klubida. Birinchisi Nietzschening Zardusht tavallosi bo'ldi, ikkinchisi Campbellning The Pathways to Bliss, ya'ni baxtga eltuvchi yo'llar, va mana shu 3 ta asarni bir-biriga bog'liqlik tarafi yoki qay darajada bir-birini to'ldirishi. Xo'p. Birinchi savoldan boshlayman. Viktor Frankl bilan tanishishim o'ta tasodifiy bo'lgan. Ya'ni o'sha kitob olamiga borib kitoblarni ko'rayotganimda o'sha hayotga hadi. Ya'ni kitobi nomi menga o'zi jalb qilgan. Ya'ni nega bunday deyilyapti deb shunchaki tasodifan tanlangan va bir qancha hafta o'tib varaqlab ochib ko'rilganda va shuni o'qiganimda hayotimning xuddi shunaqa vaqti edi. Ya'ni ba'zida bizda ruhiyatimizda isyonlar paydo bo'ladi, ya'ni po'rtanalar, ya'ni bu hayotga, bu qadriyatga yoki bu jamiyatga, umuman yasham tarzimizga isyon qilish. Ya'ni bo'shliq bor, ammo u bo'shliqni nima bilan to'ldirishni bilmay yurgan vaqtlarimga to'g'ri kelib qolgan deydi. Ya'ni o'sha o'zimdagi kemtiklikni his qilyapman, lekin aynan ta'riflab bera olmayapman nima ekanligini. Shu vaqtda mutolaani boshladim va meni deylik dahshatga, ijobiy ma'noda dahshatga solgan voqeliklar, fikrlar bilan tanishdim. Ya'ni inson noinsoniy vaziyatda ham yashash uchun, bu hayotda ma'no qidirish uchun, irodasini mustahkamlash uchun qandaydir sabab qidiryapti. Biz deyarli hamma narsa bor, deyarli hamma narsa yaxshi ketayotgan vaziyatda ham u qadar tushkunlikka tushyapmiz degan, ya'ni o'zimga o'zim shunaqangi savollar berganman. Sababi hayotga hada yoki o'sha inson ma'no qidiradi asarlarining asosiy mazmuni har qanaqa vaziyatda ham sizning bitta oliy maqsadingiz bo'lishi kerak va siz u narsaga erishish jarayoni o'zi sizga qiziqarli bo'lishi kerak degan ma'lumotlar beradi. Va Viktor Frankl Ikkinchi jahon urushida konslagerga tashlangan hamda shu uzoq muddat, ya'ni toki urush tugab amerikalik askarlar kelib konslagerlardagi mahbuslarni qutqargungacha, ya'ni eng oxirgi vaqtgacha u yerda yashagan, ya'ni yashab qolishni uddalagan inson hisoblanadi. Hamda hayotga hadi bu konslagerdagi kundaliklari, ya'ni u yerdagi turfa xil azobni, insonni xayoliga kelmaydigan ko'rinishlarini ko'rib, yozib va o'sha momentda ham xuddi shunday og'ir vaziyatda ham tahlil qiladi insonlar, mahbuslarni, nazoratchilarni psixologiyasini tahlil qiladi, ularning munosabatini, umuman insoniylikni bir qur ko'zdan kechirib o'tadi. Spoiler qilishni istamayman, lekin haqiqatdan ham bo'shliqni his qilganimdan keyin u bo'shliqni qanday to'ldirishni menga hayotga hadi asar o'rgatdi. Ya'ni o'sha bu hayotda ma'no qidirishim kerak ekan dedim. Va ma'noni qanday qidirish mumkin? 3 ta yo'lni tavsiya qiladi Frankl. Birinchi yo'li bu o'sha ish, ya'ni professional deylik bir karyera, bu deylik bu qiziqish ham bo'lishi mumkin. O'shani
orqasidan ketish, ya'ni o'sha qaysidir ish, qaysidir soha, mutaxassis sizni qiziqish doirangiz o'sha sohani o'sha egallab, bu ham bitta bizni hayotimizga ma'no beruvchi holat hisoblanadi. Ikkinchisi faoliyat desa bo'ladi. Bu bo'ladi. professional ish bo'lishi mumkin yoki bir qaysidir bir faoliyatga o'zingiz bag'ishlash. Nafaqat o'zingizga, balki jamiyatga ham foydasi tegadigan. Aynan. Ikkinchisi esa sevgi hisoblanadi. Ya'ni haqiqatdan bizni isloh qiluvchi, bizni qutqaruvchi bu insoniy tuyg'ulardan biri bu sevgi. Ya'ni Viktor Frankl ham shu konslagerda eng oxirgi umidi bu kunlar o'tadi va sevgan ayol bilan qaytadan o'sha ko'rishadi, uchrashishadi. Mana shu ayolining qiyofasida unga hayotga yashash uchun umid ayol qiyofasida eng oxirgi daqiqasigacha yordam bergan, stimul bo'lib kelgan. Bu sevgi aynan unaqa romantik sevgimi yo umuman insonlarga nisbatan o'sha muhabbat, qaysidir bir kishilarga nisbatan mehr bo'lishimi? Bu nafaqat insonlarga, hayotga nisbatan ham mehr bo'lishi mumkin. Ya'ni hayotni sevishimiz ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu tuyg'u bor bizda, deylik bo'lsa, sevgini ham tarbiyalash mumkin va uni masshtabini kengaytirish mumkin. Masalan, kichkina bolani ham biz evassiz seva olishimiz mumkin, u oilamiz bo'lishi mumkin, u sevimli yorimiz bo'lishi mumkin, u hayot, umuman shu borliq bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rinishlari ko'p, ya'ni umumiy olganda shu sof sevgini aytsak bo'ladi. Va uchinchisi esa bizni depressiyaga soluvchi, bizni tushkun kayfiyatga qo'yuvchi holat bu hodisalar emas, hayotimizda bo'layotgan voqealar emas, aynan o'sha voqealarga bo'lgan bizning munosabatimizdir. Reaksiyamizdir. Buni aytib o'tadi va o'sha reaksiyani voqea, masalan, konslagerda bu voqeani o'zgartira olmaydi. Uni qo'lida emas, urush qachon tugashi yoki bu azob uqubatlar qachon tugashi Viktor Franklning irodasidan tashqaridagi holat, lekin uning irodasi bo'layotgan munosabatni o'zgartira olishi mumkin. Ya'ni shaxsiy munosabatini, reaksiyasini o'zgartira olishi mumkin. Ya'ni nega aynan men bilan bunday holat bo'ldi deb tobora o'sha tanazzulga, tushkunlikka tushib borish mumkin yoki ha, shunday bo'ldi, ammo bu holatdan minimum zarar bilan qanday, ya'ni o'zimni yeb bitirmagan holatda chiqa olishim mumkin. Mana shu eng muhim narsa deb hisoblayman. Sababi bu vaziyatni biz har birimiz o'zimizda shakllantira olishimiz kerak. Ya'ni bir baxtsizlik bo'ldi, lekin uni baxtsizlik sifatida talqin qilayotgan o'zimiz. Shunaqa. Ya'ni talqinlarimizni o'zgartira olamiz. Biz voqeani, deylik, o'sha taqdirni, qismatni boshqara olmaymiz. Doim ham bizga irodamizdan tashqari bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin, lekin bizning qo'limizda talqinimizni o'zgartira olish. Mana shu narsani tarbiyalash lozim. Buni logoterapiyadan tashqari yana retritlar, vipassana yaqinda qilganimiz xuddi shunga o'xshagan filosofiyada beradi. Aynan vipassana meditatsiya texnikasida juda ham qadimgi meditatsiya texnikasi, uni eng tubidagi falsafasi birinchi aytadi, bizni ongimiz va bizni tanamiz uzviy bog'liq va bizni ongimizda bo'layotgan xayollarimiz bizni tanamizda o'z aksini ko'rsatadi har doim. Qaysidir bir vibratsiyalar, qanaqadir hissiyotlar orqali. Jahlingiz qaysidir bir hodisaga nisbatan chiqsa, u tanangiz darajasida siqsangiz bo'ladi deydi. Va ikkinchi qismi, hamma narsa o'zgaruvchan, xayollarimiz ham, hissiyotlarimiz ham. Va uni kuzatsak, ular o'tib ketadi. Paydo bo'ladi, o'tib ketadi. Va eng muhim narsa bu ularni kuzatish va ularga reaksiya qilmaslik, equanimity deydi. Har narsaga instinktiv reaksiya qilmaslik. Shu orqali biz bu narsani o'zimizda tarbiyalash orqali o'zimizga nisbatan, atrofimizdagi hodisalar va insonlarga nisbatan munosabatimizni o'zimiz boshqarishda o'rganamiz. Instinktlarga, avtomatik darajada bo'layotgan reaksiyalarga ergashib qolmasdan o'zimiz shunaqa tarbiyalashimiz mumkin.
o'z munosabatimizni o'zimiz qura olamiz deb juda ham kuchli ta'sir qilgan. Men yaqinda Mirjon, yana do'stimiz, rassom do'stimiz Yigitali bilan birga Hindistonda vipassana 10 kunlik kursdan o'tgandik. Juda ham sizda ichki xotirjamlik hissini olib keladi. O'zingiz bilmay qolasiz qanday olib kelganini. Chunki u aytadi, bu shunchaki seni o'zing yaxshi his qilishing uchun terapiya emas. Bu juda kuchli, chuqur, ongiy, ruhiy operatsiya deydi. Sen ichingga kirib borib, shu narsani o'zing anglab yetishing kerak. Psixologlar ham razbor qiladi-ku, savollar berib, lekin u sizni bilmagan holda, siz aytganda qaysidir chuqurlikkacha yetib bormaydi. Lekin o'zingiz qolganingizda, vaqt bo'lganda, jimjitlik bo'lganda atrofingizda va qiladigan ish shu bo'lgandan keyin kuniga 15 soat o'tirasiz, ichiga kirib borib. Aynan. Shunchaki bu o'ziz kirib borganingiz xavflari ham bor-da. Agar hech qanaqa xuddi g'orga, qorong' g'orga o'ziz kirib borsangiz boshqacha, o'ziz bilan qanaqadir bir tayyorgarlik ko'rib, qanaqadir bir chiroqmi, olovmi ko'rish uchun o'zizga yetarli bir asbob uskunalar bilan qulay borish uchun nimadir tayyorgarlik bilan borsangiz, yengilroq kechadi. Haqiqatan ham sizga ijobiy ta'sir qiladi. Agar umuman tayyorgarliksiz borsangiz, bizni ong ostida bo'layotgan narsalar har doim ham yoqimli bo'lmaydi. Biz har xil holatga tushishimiz mumkin. O'sha meditatsiya paytida ham aytadi. Qochib ketganlar bor edi, chidolmasdan. Chunki uni o'zimiz qilishimiz, nima uchun odamlar terapevtlarga, psixologlarga boradi? O'zimiz qilishimiz juda qiyin. Bu oson narsa emas. Lekin o'zimizni qaysidir bir qobiliyatlarimiz, qaysidir bir tomonlarimizni shakllantirishimiz mumkin, o'zimizni qurollantirishimiz mumkin, buni o'zimiz qilishimiz uchun. Shunga siz hozir mana gapirganingizda 3-qismi aynan hayotga ma'no beruvchi narsalardan biri bu qiyinchiliklar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lishidan qat'iy nazar unga nisbatan munosabatimizni o'zgartirish. O'zimiz xohlagan munosabat yoki o'zimizga foydaliroq, ijobiyroq ta'sir qiladigan munosabatni shakllantira olish qobiliyati. Aynan. Boshqarish desak ham bo'ladi buni. Ya'ni Viktor Frankl erkinlikka ta'rif beradi. Hozir masalan deylik, o'zbek jamiyatida ham erkin bo'lish, erkin hayot tarzi, san hech kimga qarab emassan, erkinsan degan narsalar urf bo'lyapti. Bu deylik, umuman butun dunyoda bo'lgan, vaqti bilan bo'lib turadigan tendensiya. Lekin Frankl aytadi, har qanaqa erkinlikning oxirida shaxsiy mas'uliyat turmasa, bu erkinlik emas, bu boshboshdoqlik yoki deylik erkalik bo'lib ketishi mumkin deb aytadi. Ya'ni hissiyotlarimiz bizni boshqarishga har doim ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz ularni nazorat qilib turishimiz kerak. Mana haqiqiy erkinlik mana shunda bo'ladi. Ya'ni biz hissiyotlarimizni biz boshqarar ekan, biz hali erkin emasmiz. Biz qaramiz ayni vaqtda. Lekin mana shu munosabatni o'zgartirish, munosabatni boshqara olish, talqinlarni deylik to'g'rilay olish bizning erkinligimizni anglatadi. Bizning barcha ma'nolarda erkin bo'la olganligimizni anglatadi bu narsa va bunga borish qiyin. Kimdirlar bunga masalan siz aytyapsiz, o'sha vipassana meditatsiya orqali borish kerak. Ya'ni o'sha manzilimiz bir xil, yo'limiz bir xil, faqat usullarimiz. Kimdir logoterapiyani tanlashi mumkin, kimdir esa boshlanishiga o'sha professional yordam olishi mumkin o'zini anglash uchun. Va hozir ayni vaqtda masalan yurish falsafasi degan kitob o'qiyapman. Aynan yurish, ya'ni uzoq masofaga shunchaki yurish orqali ham xuddi shunaqangi ichki chuqur suhbatlarga yetib borish haqidagi asar hisoblanadi. Kimdir masalan hattoki shu piyoda sayr qilish orqali ham bu narsaga yetib borish mumkin. Ya'ni usullarimiz farqli bo'lgan bilan manzil bitta bo'lyapti. Va ayni hozirgi kunlarda, oxirgi vaqtlarda bizning jamiyatda ham IQ ga e'tibor kuchaydi. Masalan, bir tashkilotga ishga qabul qilish uchun intervyuga chaqirishganda borganimda IQ testlar o'tkazdi yoki magistraturaga o'qishga kirish uchun talabalardan hozir IQ testlar olinyapti. IQ ga e'tibor kuchaydi bizda. O'qish deganda o'sha intellektni nazarda tutyapmiz. Ammo IQ bilan birgalikda
EQni ham, emotsional intellektimiz ham oshirishimiz kerak. Ya'ni bu hozir juda ham zaruriyat bo'lib qolyapti. Masalan, buni men nimada kelganman, sof aql, vijdonsiz sof aql o'ta xavfli. Bu jamiyat uchun ham, inson uchun ham, atrofimiz uchun ham. Masalan, Dorian Gray portreti, ya'ni Oskar Wildening Dorian Gray portretida Dorian Graydan ham xavfliroq bitta obraz bor edi. Lord Genri timsolini men vijdonsiz aql, vijdonsiz intellektni ko'rganman va qaysidir ma'noda Lord Genri Dorian Grayni tarbiyaladi. Bu jamiyatga Doriandek insonlarni yetishtirib chiqarishga turtki bo'ldi-da, katalizator vazifasini o'tadi. Masalan, vijdon kerak bizga. Vijdon bu har Jozef Kempbellning fikricha aytadigan bo'lsam, har bir insonning xudosi bu vijdoni. Bu fikrni suhbatlarimizdan birida Murjon siz ham ta'kidlagandingiz. Ya'ni o'sha turfaqil e'tiqoddagi insonlar deylik, oladigan bo'lsak, insoniyatni oladigan bo'lsak, har birimizning xudoyimiz o'sha vijdonimiz orqali namoyon bo'lishi kerak bo'ladi. Vijdon esa juda ham ko'p prinsiplarni, juda ham ko'p omillarning yig'indisi, ya'ni uning ichiga emotsional intellektimiz ham kirib boradi. Deylik. Mana shu emotsional intellektni rivojlantirish, umuman IQ hamda EQning balansini shakllantirish uchun ham o'sha kitob klubi orqali bir qancha kitoblar tayyorladim va maqsadli tanlandi. O'sha Nitshening Zardush tavallosi, undan keyin biz Jozef Kempbellning o'sha shaxsiy miflar haqidagi asarni hamda hozir navbatdagi kitob esa Viktor Frankl asarlariga murojaat qildik. Nima uchun 3 ta kitob tanlandi? Ikkinchi savolga mana endi keldik. Nitshe aytadi, Xudo o'ldi, endi insoniyat nima qiladi? O'sha hayvoniy instinktlar orqali boshqariladigan, hech qanaqa qonun qoidani mensimaydigan jungli qonunlar asosida yashaydimi yoki o'zini yaxshiroq bir versiyasini yarata oladimi degan narsa bilan murojaat qiladi. Ya'ni Xudo o'ldi o'ta metafora, ya'ni u hech qachon ateizmni targ'ib qilmagan. Shunchaki inson o'zining takomillashgan, ya'ni ongi evrilishda bo'lgan universalroq bitta versiyasini yaratsinki, ya'ni har bir ishiga, har bir xatti-harakatiga o'zi javob bera olsin degan narsani aytib o'tadi. Oliy insonni yaratish uchun esa ruhni 3 ta bosqichda o'zgarishini aytadi. Birinchisi tuya bosqichi, ikkinchisi arslon bosqichi, uchinchisi esa bola bosqichi deydi. Bola bosqichiga yetib kelgan insonlar oliy inson konsepsiyasini o'zida yarata oladi noldan deb aytadi. Oliy inson bo'lish uchun nima qilish kerak? Oliy inson bo'lish uchun har birimizda o'zimizning mifimiz, ya'ni o'zimizning maqsadimiz bo'lishi kerak. Oliy inson bo'lish uchun, masalan, endi mana shu o'rinda Jozef Kempbellga murojaat qilishimiz mumkin. Jozef Kempbell har bir insonning o'zining shaxsiy mifi bor. O'sha mifini o'zini hayotida topib olib, o'shanga qarab harakat qilsa, inson rivojlanib boraveradi deydi. Mif deganda nimani nazarda tutadi? Shunga mif deganda Kempbell masalan deylik o'sha ibtidoiy davrimizga yuzlanadi. Ya'ni miflar qanday yaratildi? Ya'ni insonda o'sha universal, ya'ni inson kamchiliklardan xoli emas, qusurlarsiz emas, ammo biz doim yaxshiroq bir versiyamizni yaratishga intilganmiz. Masalan, deylik buni deylik ba'zi holatlarda o'sha jannat bilan, ya'ni o'limdan keyingi ideal hayot bilan bog'laydigan bo'lsa, ba'zilar o'sha turfa xil mifologik qahramonlar bilan, kimlargadir o'sha Yunon miflaridagi obrazlar, kimlargadir Skandinav mifidagi obrazlar, ya'ni ideal etalon vazifasini bajarishi mumkin. Ya'ni har bir inson o'zining ichki qahramonini yaratib olishi kerak. Ya'ni mening mifim dilbar yetib borish mumkin bo'lgan ideal bir obraz, ideal bir jarayon yoki voqelik bo'ladi va men unga harakat qilaman. Mana shu orqali, ya'ni harakat qilish jarayoni o'zi meni tarbiyalaydi. Balki hech qachon unga yeta olmasman, lekin o'sha jarayonga yetish uchun ham elementar o'zgartirgan narsalarim katta bir voqelikda jiddiy ijobiy o'zgarishlarni ko'rsata olishi mumkin. Endi Viktor Frankl aytadi, o'sha hayotda ma'noni qidir. Ya'ni ma'noni qidirish uchun shu bo'shliqni aniqlashimiz kerak. Logoterapiya asosiysi bizdagi bo'shliqni aniqlab berish. Bo'shliqni aniqladik. Bo'shliqni endi o'sha
bo'shlig'ini to'ldirish uchun mifimizni quramiz. Campbell yordam beradi. Va biz o'sha bo'shliqni aniqlab qurgan mifimiz bo'yicha harakatlansak, biz Nietzsche nazarda tutgan a'lo insoniga yaqinlashamiz. Bu islom dinida ham bor, bu mumtoz adabiyotda ham bor. Masalan, komil inson konsepsiyasi deydi. Bu Navoiyning asarlarida bor. Navoiyning asarlarida Farhod va Shirin'dagi Farhod obrazi butun mumtoz adabiyot uchun komil inson konsepsiyasi bo'lganda, ya'ni eng ideal inson Farhod ko'rinishida tasvirlab bergan. Ya'ni har birimizning ideal bitta variantimiz bor. O'sha variantga harakat qilishimiz kerak. Qiziq. O'zingizda shaxsiy hayotingizda qanday yo'ldan ketkasiz? Men hozir o'ylasam, 3 ta asarda aytdingiz-ku va ularni bog'ladingiz-ku, shaxsiy ma'no topish, mif topish va o'sha komil inson darajasiga yetib borish bir-biriga bog'ladingiz-ku. Men hozir o'zimni hayotimni ko'z oldimdan o'tkazsam, bitta liniya bo'ylab ketilmaganda, qanaydir xuddi bittasini tugatasiz, xuddi mana o'yin o'ynaganingizda birinchi leveldan o'tasiz, birinchi bosqichdan keyin ikkinchisiga o'tasiz, keyin uchinchisiga o'tasiz. Unaqa bo'lmaganda qanaydir hamma narsa bo'lib ketaveradi, bir vaqt o'zida parallelni bir payt siz bu yo'ldasiz, mifingizni qidirish bilan, mifingizni yaratish bilan bog'liqsiz, bir payt siz ma'no qidirishga tushib qolasiz, ma'no qidirish bilan band bo'lasiz, qaysidir bir ma'noni aytasiz, "O, mana bu hozircha menga bo'ladi, mana shu menga hayotim ma'no beryapti" deysizda, qanchadir vaqt o'sha ma'no bilan yashaysiz, keyin yana birinchisiga borib, aslida komil, a'lo, o'zimni yaxshiroq versiyamga aylanyapmanmi deb savol berib qo'yasiz. Bu o'zi qanaqa konsepsiya deb qanaydir menda xaotichniroq bo'lganda va haligacha yoqdan bu yoqqa sakrab, so'roqlab turish holatlari bo'lib turadi. Sizda qanday bo'lgan va umuman olganda inson topa oladimi bu savollarga javobni? Yo bular har doim o'zgarib boradigan jarayonmi? Sizga jarayonlar mutlaqo tabiiy. Ya'ni urinib ko'rishimiz kerak. Bu hayot bir marotaba beriladi bizga, lekin bizda cheksiz urinib ko'rish imkoniyati bor. Bittagina hayotimizni shunchaki bitta to'g'ri yo'ldan yurib o'tkazib yuborish, deylik, o'sha o'rmon bo'lsa va bitta yo'ldan yuryapsiz va u boshidan chiqyapsiz. Siz o'rmonda yurmadingiz, shunchaki bitta yo'ldan yurdingiz, atrofdagi borliqlarni, o'ziga xosliklarni ko'rmadingiz. Ya'ni urinib ko'rish, ya'ni qaysidir yo'ldan ketdingiz, adashib qoldingiz, qaysidir masofadan keyin yana o'sha yo'lingizga qaytib qoldingiz. Ya'ni bizda cheksiz urinib ko'rish imkoniyati bor va har bir urinishlarimiz aslida o'zimizni, menimizni kashf qilishdir. Ya'ni biz har qanaqa qaysidir vaziyatga tushmagunimizgacha o'sha vaziyat uchun beradigan reaksiyamizni bilmaymiz. Va deylik, jarayon ichida sizda besamar urinishlar yoki yo'ldan chiqishlar, maqsaddan chalg'ib ketgandek tuyulishi mumkin, lekin masshtabniroq olsak, katta planda olsak, lekin biz aslida o'zimiz yo'limizdan ketyapmiz-da. Ya'ni biz jarayon ichida bilmaymiz. Lekin biroz tashqariroqdan qarasak, masalan, helikopter view deydi-ku, yuqoriroqdan qarasak, aslida biz o'sha o'zimiz yo'limizda, o'zimiz jarayonimizda ketayotgandek bo'ladi. Ya'ni urinib ko'rishlar, o'zimizni kashf qilishlar, masalan, bir vaqt o'zida bir qancha holatda o'zligimizni topishga harakatlar, bu hammasi tabiiy deb o'ylayman. Ya'ni hech qachon masalan logoterapiyada ham yoki boshqa masalan vipassanada ham ideal yechim yo'q. Ya'ni maqsad bir bo'lishi mumkin, lekin hamma u yo'lga, u maqsadga o'zicha boradi. Ya'ni ideal universal qo'llanma yo'q. Ya'ni o'sha biz mana shu yerdan yursang, deylik, o'rmonning u burchagidan chiqasan deb aytishimiz mumkin, lekin shu yerda Campbell aytadiki, o'rmonga deydi, odam oyoq izlari ko'rinmagan yerdan kiring. O'shanda ko'proq narsa topasiz, o'shanda o'zingizni haqiqiy o'zligingiz bilan yuzlashasiz va qiziqroq bo'ladi deb aytadi. Masalan, mani yo'lim
sizga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki siz bu yo'ldan yursangiz meni hayratlantirgan narsalarga duch kelmasligingiz mumkin-da. Siz o'zingizni yo'lingizda o'sha turli xil urinishlar bilan jarayonda chiqaveradigan deylik tajribalar bilan boyib boradigan holat va bular hammasi o'ta tabiiy jarayon. Menda ham aynan sizga o'xshash holatlar bo'lgan va jarayoni davom etyapti. O'sha miflarni o'zi ham shu baxtga bo'lgan tushunchani o'zi emasmi? Masalan, o'sha baxtga beradigan tavsifni o'zi emasmi? Mif deganda masalan oxirgi nuqta bo'ladi, lekin uni ichida o'sha periodda qancha g'alati voqeliklar bo'ladi, kutilmagan dar chiqib qoladi yo'ldan, bir narsani yengib o'tadi, qanaqadir bir challengelar paydo bo'ladi. Uni odam kutmaydi o'zi nimalar bo'lishini va hayotni shu tomoni ham ma'no beradi odamga. Ya'ni Mark Manson ham aytadi-ku, biz baxtni kaliti muammolarga duch kelganda o'sha muammolarni kichkina bo'laklarga ajratib yechishimizda, o'sha mif jarayonida siz yechib borasiz. Va oxir-oqibat bu hissiyot sizga masalan problemani yechib bilganingiz baxt sezgisini berar ekan. Aynan, masalan, buni men tajribalarga ham anaqa qo'yishim mumkin. Masalan, Faustdagi shoh bitta bayt bor. Gyotini Faust asarida Mefistofel tilida aytilgan: men yovuzlik qilish, ya'ni yomonlik qilish orqali aslida ezgulikka xizmat qiluvchi buyuk bir kuchning parchasiman deb aytadi-da. Ya'ni Mefistofel shayton obrazi. Masalan, bizda mifda mana yaxshilik, yomonlik, shayton obrazlari, yomon obrazlar bor. Bu turkiy mifologiyada ham hamma yoqda bor-da. Juda ham ko'p. Lekin unga bo'lgan munosabatda ham, masalan, даже o'sha shayton obrazi ham aslida katta bir planda bizni yaxshilikka, ezgulikka yo'llantiruvchi buyuk bir ilohiy kuchning parchasi hisoblanadi. Masalan, buni endi o'tmish biz doim bugun ayni vaqtda hozir bilan yashashimiz qiyin, yo o'tmishga tushib qolamiz yoki kelajakka tushib qolamiz va o'sha bedorligimiz, rohatsizligimiz mana shu pallada boshlanadi. Va o'tmishga tushganimizdan keyin qilgan xatolarimiz yoki og'ir kunlarimiz yoki biz kimlargadir bergan ozorlarimiz qanaqadir uyat, aybdorlik hissini beradi va vijdonni qattiq qiynaydi. Aynan aybdorlik hissiga ham munosabatni o'zgartira olish haqida logoterapiya gapiradi. Ya'ni aybdorlik hissi ham o'tmishda o'sha his bor va o'sha his yaxshi ham bor. Sababi bu hozir qilishi mumkin yoki kelajakda qilishi mumkin bo'lgan kattaroq xatolarni oldini olgan. Ya'ni u aybdorlik hissi bo'lishi tabiiy va ammo u his bilan qolib ketish bu notabiiy va nosog'lom yechim hisoblanadi. Ya'ni miflarda ham yovuzlik, ezgulik bor. Masalan, yo'lda ajdar chiqadimi, ajdar balki bizni yeb qo'yar. O'sha yerda yengilarimiz. Lekin bu bilan hayot shu yerda tugadi degani emasda. Deylik, uyat hissi, qilgan xatolarimiz, masalan, oldin menda ham ana samasud deydi, o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'ziga jazo berish, o'z-o'zidan uyalish, mana shu narsalar hammada bo'lib turadi vaqti bilan va kuchli aybdorlik hissi bo'lardi ba'zi narsalarda. Hozir ortiq o'sha o'zimga hukm qilishni biroz bo'lsa ham kamaytirishni uddalay oldim deb o'ylayman. Chunki o'tmishdagi xatolar, o'tmishdagi kamchiliklar va o'sha aybdorlik hissi bo'lmaganda edi, hozirgi versiyamga balki yetib kelmas edi. Ya'ni o'sha har birimiz ichimizda ichki shaytonimiz, Mefistofelimiz bo'lmasa edi, biz balki vahshiyroq ko'rinishda bo'lib ketgan bo'larmidik. Ya'ni o'sha miflar deganingizda, miflarda eng azaliy bir kurash, yaxshilik, ezgulik, yomonlik o'rtasidagi bahslar. Buni masalan o'tmishdagi o'sha og'riqlar, kelajak xavf-xatarlari va ayni vaqtda nima qilish kerak degan narsalar bilan ham bog'lasak bo'ladi. Hozir sizlarni eshitib o'tirganimda xayolimdan bir narsalar o'tayotganda hayot yo'li, helicopter view, tepadan qaraganingizda yo'lingizni ko'rasiz. Aslida sizning yo'lingiz o'zingizni shaxsiy yo'lingizligini ko'rishingiz mumkin. Keyin xatolaringiz haqida gapirdingiz, ba'zi afsuslanasiz, nimaga unday qildim, boshqacha qilsam bo'lardi-ku deb. Keyin yaqinda ko'rgan bir serial esimga tushib qoldi, sci-fi serial va unda ilm-fandagi parallel dunyolar gipotezasi
ilgari suriladi. Ya'ni sizni har bitta qilgan hayotingizdagi har bitta qilgan qaroringiz yoki bu yo'lni tanlagansiz yoki u yo'lni tanlaganingizda siz bu yo'lni tanlagan bo'lsangiz, bu dilbar boshqa dilbar versiyasi bo'ladi, boshqasini tanlagan va shu bilan daraxt xuddi ikki tomonga, bunday shox ikki tomonga qarab o'sib ketganday o'sha yerda bunday ajralasizlar. Qaysidir qismda sizlar bitta bo'lgan bo'lasizlar, lekin keyin ajralib ketaverasizlar. Bu kinoda shunday bo'ladiki, qaysidir paytga borib uni qaysidir versiyasi boshqa parallel o'zini versiyalariga sayohat qilish imkonini beradigan vosita quradi va u aytadi, men hozirgi versiyamdan noroziman, ko'nglim to'lmayapti, baxtli his qilmayapman. Men muvaffaqiyatga erishdim, mana shuni yaratdim, lekin buni o'ylab qarasam, o'sha bir davrda bitta qarorni qilishim kerak edi va qilmagandim. O'zim sevgan inson bilan bo'lmagandim, deydi-da. Parallelga tushib, har xil versiyalardan o'tib ko'rib, o'sha aynan o'sha davrga borib taqaladiki, aynan o'sha inson bilan qolishi yoki qolmasligi kerak bo'lgan nuqtaga boradi-da. Keyin yoqqa borsa, u bilan o'sha sevgan kishisi bilan qolgan versiyasi yashayotgan bo'ladi xotini bilan. Keyin boradi, xuddi uni joyini olib qo'ymoqchi bo'ladi. Aytadi, masalan, yo'qotaman deydi, nimadir qilib yo'qotadi, boshqa joyga uni tashlaydi versiyaga, uni o'rnini oladi. Lekin o'rnini olganda u allaqachon butunlay boshqa insonga aylanib bo'lgan bo'ladi. Falsafasi nima bo'ladi? Kinoni sizni hozirgi nuqtangizga yetib kelishingizga aynan siz yurgan yo'l sizni tayyorlagan. Qarorlaringiz, xatolaringiz, tajribalaringiz, fikrlaringiz, har bitta hodisa, har bitta hissiyot sizni mana shu versiyaga olib keldi. Va ba'zida men o'zim o'ylab qolaman, mana bunday qilganimda qanday bo'lardi? Balkim bunday qilishim kerak bo'lgandir. Bunday qilsam balkim hozir bundan ham yaxshiroq bo'lardi degan bir fikrlar kelaveradi, lekin o'sha serial ko'rganimdan keyin bunday o'ylanib qoldim. Aslida u qarorni qilganimda mana bu xayollarni balkim o'ylashga imkonim ham bo'lmasdi. Balkim keyin boshqa bir qarordan afsuslangan bo'lardim, so'roq ostiga olgan bo'lardim deb. Shunga bilmadim men qayerga ketyapman bu suhbat bilan, lekin shu o'ylar ba'zida o'ylantirib qoladi-da, tabiiy keladi bu. Bunday qilishim kerak edimi, bunday qilishim kerak edimi deb o'tmishga qarasak. Keyin bir payt bir nuqtaga borganda, mana meditatsiyada ayniqsa aytadi, accept reality as it is. Reallikni borligicha qabul qil. Hozirgi reallikda, hozirgi reallikda qabul qilgan qarorlaringni, o'zingni hozirgi versiyangni borligicha qabul qil deydi. Birinchi bo'lib. Ikkinchisi, o'zingni hayotga, o'zingga nisbatan munosabating, o'zingga nisbatan va hayotga bo'lgan munosabatingni o'zing qura olishing mumkin degan bir falsafani ilgari suradi. Shunda kimday o'ylanib qolasiz? Aslida o'sha siz aytgan helicopter view va Campbell'da shaxsiy mif va Frankl'da hayotga ma'no berish tomondan qarasangiz, qanaydir bir xotirjamlik hissi kelar ekanda ichingizda. Aytasiz, hech qisi yo'q, men bu hayotdan qaysidir bir yo'ldan ketyapman, o'zimning yo'limdan. Bu hech qaysi bir asar qahramonlikka ham o'xshamaydi. O'zim hattoki fantaziya qilgan versiyaga ham to'liq o'xshamaydi va balkim aynan shunisi bilan qiziqdir. Bu haqiqiy ijodga o'xshaydi-da. Masalan, deylik, rassom do'stlarimiz bo'ladi, xayolda qandaydir ideyani chizadi, lekin xayoldagi obraz va ayni vaqtda chizgan surati tamomila farq bo'ladi. Ya'ni jarayon o'zi qayerlargadir olib boradi va o'sha jarayonga o'zimiz topshirib qo'ygan holatimizda oxir nima chiqishini bilmaymiz. Masalan, ba'zan men ham ijod qilib turaman, o'sha kichik hikoya yoki nimadirlar qoralab turgan vaqtimda umuman boshqa bitta ssenariy, boshqa bir g'oya ostida kechadi-da, lekin yozish jarayonida umuman o'zim ham kutmagan bir yechimga, o'zim ham kutmagan voqelikka borib qo'yadi. Oddiy mana kundalik tutishda ham oddiy bugun kun qiyasharim yozaman va oniyda kelgan narsalar bilan vaziyat o'zgarib ketadi. Hayot hammasida shunaqa.
Ya'ni hamma narsani planlashtirib, rejalashtirib, deylik, mana shu versiya, ya'ni o'sha shaxsiy mifimizni qo'yganimiz bilan jarayonda balki undan ham yaxshiroq versiyaga borarmiz, balki unga yeta olmasmiz. Ya'ni aynan ko'chirilgan nusxasi bo'lmaydi jarayonda. Chunki o'zgarib turamiz. Masalan, xuddi hujayralarimiz har 4 yilda masalan teri umuman to'liq yangilanar ekan va shunday biz o'zimiz ham har bir ma'lum bir vaqtda 4 yilda yoki 10 yilda umuman boshqa insonga o'zgaramiz. Masalan, 10 yil oldingi Farruh u siz emassiz, u boshqa edi. Shunaqa. Bizda ko'pincha solishtirishda klassik insoniyat xatolari bo'ladi. Ya'ni odatda biz o'sha eng boshidagi bolalik versiyamizga yoki qaysidir 0dagi versiyamizga solishtiraveramiz-da. 40 yoshimizda ham masalan 10 yoshli bolaga yoki 20 yoshlik endi katta hayotga qadam qo'yayotgan insonga solishtiramiz. Aslida biz masalan 4 yil yoki 5 yil yoki 2 yil oldingi o'z versiyamizga solishtirishimiz kerak. O'shanda realroq o'sish yoki tanazzulni his qila olamiz-da. Masalan, deydi o'sha ish odamlari, tadbirkorlar, muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan gaplashganimda hammasini hikoyasi bir xil. Yoshligida o'sha hali o'z yo'lini topa olmagan, g'o'r bir bola va hozirgi muvaffaqiyatni solishtiradi. Yo'q, u bola yo'q ortiq. U bolani deydik o'sha 25 yoshda yashab bo'ldi, u xizmat qilib bo'ldi. 35 yoshdagi inson 30 yoshdagi potensiali, 30 yoshda erishgan yutuqlari, 30 yoshdagi o'z hissiyotlarini bilan solishtirish kerak. Shunda realroq ko'ramiz va vaziyatga o'zimizning potensialimizga realroq qaray olamiz deb hisoblayman. Chunki 10 yil oldingi bizdan ancha uzoqlashib ketib bo'lingan. Ya'ni aytmoqchi, siz ham o'sha film edingiz, u boshqa inson edi umuman. U emasdi. Ya'ni siz aytgan serial mana bu Mr. Nobody filmining sal chuqurroq, boshqacharoq ustida analiz qilingan versiyasiga o'xshardi. Shunaqa. Everywhere at once. Yo'q, serial edi bitta. Lekin o'sha Mr. Nobodyga yaqin qaysidir ma'noda. Mr. Nobody'da shunchaki bolani xayolida bo'layotgan bo'lib chiqadi-ku, lekin bunda har xil versiyalardan o'tib ko'radida va oxirida anglab yetadida va uni har xil olamlardagi versiyalari o'sha qarorga qaytib kelishni boshlayveradi. Hammasi o'sha inson qilgan qarorni havas qilib, o'sha qarorni qilmaganlari o'shanga qaytib kelaveradi. Va aytadi, aslida meni biz hammamiz senga havas qilamiz, chunki sen aynan o'sha qarorni qabul qilgansan va biz havas qilamiz bu qarorni qabul qilganingga deb. Qismat degan tushunchaga borar ekanda, baribir. Shunaqa. Qaysidir ma'noda, Shunaqa bo'lyaptimi? Bilmadim nima bo'lyapti. Balkim shunaqa bo'layotgandir. Balkim o'zimiz qarorlarimiz bilan yashab birinchidan balkim qarorlarimizni qilayotganda chuqurroq o'ylashimizga majbur qilar. Aslida nima bizga muhim? Ikkinchidan qilgan qarorlarimizni keyin qabul qilib, uni oqibatlari bilan yashashni o'rganishimiz. Oqibatlari va unga munosabatimizni har doim o'zgartirib borishimiz mumkin degan bir tushuncha bilan yashashni balkim o'rgatar. O'zim ham o'ylanib qolaman. Lekin ba'zi inson sifatida aytadigan bo'lsak, ba'zi holatlarda bir ishni, bir qarorni qilmasdan afsuslanish o'rniga qilib afsuslanganligi afzalroqmi degan fikr bor va deylik, biz ijobiy, muvaffaqiyatli qarorlarimiz ustida u qadar uzoq o'ylamaymiz, lekin shu omadsiz yoki og'riqli yoki oxiri bir jiddiy xato bilan tugagan qarorlarimiz ko'proq bizni qiynaydi. O'sha yana vijdon tuyg'usiga bog'liq. O'sha yerdagi qarash, masalan, shu hayotni aynan o'sha krizis vaqtidagi daqiqalardagi hayotni men o'rnimda boshqa bir inson bo'lganda mendan ko'ra oliyjanobroq tarzda yashab o'ta olarmidi yoki yo'qmidi degan savol bilan balki murojaat qilib ko'rish to'g'riroq bo'lar. Masalan, buni deylik boshqa bir dilbar bo'lganda qanday bo'lar? Ya'ni bundan ham yaxshiroq, oliyjanobroq, insoniyroq chiqish yo'li bilan chiqib ketsa bo'larmidi yoki aynan shu xatoni qilish kerakmidi degan narsa
kelajakdagi xatolarimizni oldini olish yoki qilgan xatolarimizni o'sha kompensatsiyasini qanaqa qilishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni nega qildim, afsus, yana shuni, yana menmi deb mana bunaqangi ortiqcha o'zimizni deylik qiynab depressiyaga olib kirgandan ko'ra sog'lom, biroz sovuqroq aql bilan, ya'ni qanday qilsam oliyjanobroq bo'lardi, ya'ni kelajakda ehtimoliy bo'ladigan vaziyatlarda bundan keyin qanaqa yo'l tutaman masalan. 11-15. Mirsaid aka, ishlayotgan ekanlar. Hozir tugatib qo'yamizmi? Fursat bo'ldi. Yana bironta qo'shadigan narsa bo'lsa qo'shaylik. Nima qolib ketdi? Mana bu Adabiy terapiya qolib ketdi qo'llarda. Adabiy terapiya qolib ketdi. Targetda qilganingiz. Emotsional intellekt haqida ozgina gaplashib, jamiyatga, bolalarga kerakligini aytsanglar, ozgina men aytib beraman. Maktab programmalarida umuman nima yetishmayapti deb o'ylaysizlar? Keyin mana Mirjon bilan yaqinda boshlagan loyihamiz ESL, ingliz tili va ijtimoiy hissiy ta'limni birlashtirish kurslari yaratib o'shani o'qitishni boshlaganmiz. Unda biz o'zi ancha yillardan beri ingliz tilida dars berish bo'yicha faoliyat ko'rsatib boramiz va keyinchalik sekin-sekin shu narsaga yetib keldikki, shunchaki fanni o'zini o'qitish bu yetmaydi. O'qituvchi sifatida biza buni nimadir bilan to'ldirishimiz kerakligini o'zimiz his qilishni boshladik-da. Keyin mana Mirjon tashabbusi bilan mana shu kursni yaratib auditoriyaga bo'lishni boshladik auditoriya bilan va hozirda his qilishni boshlayapmiz. Aynan ijtimoiy va emotsional intellekt bu juda ahamiyatliligini va siz yaqinda bo'lishgandingiz, buni qanday qilib o'quv dargohlarida tatbiq qilish mumkin. Va siz o'zingiz tajribangizda adabiy terapiya haqida gapirgandingiz. Shu haqda ozgina bo'lishsangiz. G'ildirakni yangidan kashf qilish kerak emas deydi. Ya'ni masalan biz shaxsiy tajribalar orqali nimadirlarga erishdik yoki o'sha noto'g'ri insonlarga duch kelib to'g'ri insonlarni ajrata oladigan, farqiga bora oladigan bo'ldik deydi. Ya'ni hamma ham mana shunday qiyinchilikka tushib, ya'ni noldan g'ildirak kashf qilish kerak emas. Ya'ni kimdir o'zini tajribalari bilan bo'lishi lozim deb o'ylayman. Va maktab darsliklarimiz bizda juda ham primitiv holatda, afsuski, o'zim ham shu ta'lim sohasida aynan maktab ta'limidan chiqqanligim uchun maktab shunday dargoh bo'lishi kerakki, o'quvchiga o'sha o'zini kashf qilish, ya'ni urinib ko'rish imkoniyatini berish kerak. Ya'ni biz o'sha to'rtburchak jamiyat qoliplariga tushadigan deylik robotlarni emas, biz insonni his qila oladigan, u bilan empatiya qila oladigan insonlarni, kichik bir shaxsiyatlarni chiqarib berishimiz kerak hisoblanadi. Ya'ni yoshimiz qancha kattayib borgan sari xato qilish imkoniyatimiz va xatolarga o'diydigan, ya'ni beradigan badalimiz og'irlashib boraveradi. Lekin maktab yoshida mumkin bir qancha masalan o'xshamagan yoki o'xshagan urinib ko'rishlarni qilib ko'rish kerak. Maktab bunga imkoniyat bera olishi kerak. Ya'ni o'sha emotsional intellektni shakllantirish bu o'sha aslida onaning qornidan boshlanadi, keyin bog'cha, maktab bu ishni davom ettirib ketish kerak. Lekin bizda qanaqa qaraladi? Deylik, ota-onalar bolani ta'limiga e'tibor bergan ota-onalar, masalan, kundaligini olib ketadi, o'qituvchisi bilan gaplashadi, qaraydi, o matematikadan 3 olibdi, adabiyotdan 5 olibdi. Bo'ldi. Matematikadan repetitor topishim kerak. Bola matematikasi oqsayapti. Lekin bu bolaga adabiyotdan repetitor topish kerak. Bolani potensiali adabiyotga yaxshiroq, balki undan zo'r yozuvchi chiqar, zo'r adabiyotshunos chiqar yoki deylik yaxshi bir insonshunos, psixolog chiqishi mumkin-da. Navarot, biza aksincha adabiyotga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirib qo'llab-quvvatlashimiz kerak, lekin yo'q, matematikasini ko'tarish kerak. Ko'p ota-onalar mana shu tarzda munosabat ko'radi va xato bu aslida.
va deylik men adabiy terapiyani aynan ona til va adabiyot darslarida qo'llay oldim. Masalan, ona til darslarida ko'proq biz masalan emotsiyalarimizni, hissiyotlarimizni to'g'ri yetkaza olmaymiz. Masalan, bola ota-onasiga o'zini xohishini, emotsiyasini to'g'ri yetkaza olmaydi. Shu sababli ota-ona meni tushunmaydi deb, ya'ni o'smirlikdagi muammolar nimadan kelib chiqadi? Interpretatsiyadagi muammolar, ya'ni orqali masalan bo'lishi mumkin. Adabiyot darslarida shunchaki badiiy asar o'qish emas, shunchaki deylik Pushkin qachon yashadi, duelda kim bilan chiqdi yoki deylik Alisher Navoiyning o'sha hamsasidagi 5 ta asarning ketma-ketligini bilish, yodlash bu adabiyot emas. Ya'ni buni ChatGPT orqali, deylik Wikipedia orqali, internet orqali bilishimiz mumkin. Bizning miyamiz o'sha ma'lumotlar saqlanadigan baza emas. Biz his qilishimiz kerak. Biz o'zimizni birinchi o'rinda his qila olishimiz kerak. Shu sababli adabiy terapiya kurslarini o'sha xususiy maktablarda o'quv programmasiga kiritgan edik. Bu yerda masalan ba'zi bir o'sha psixologik shaxsiyat buzilishlari bor. Masalan, narsist xarakteri, psixopat, sotsiopat, deylik, Peter Pan sindromi bor. Masalan, ko'p bolalarda kuzatiladi. Mana shu sindromlarni o'sha badiiy asardagi qahramonlar orqali ochib berishga harakat qilganmiz. Real hayotdan keyin bola farqiga boradi odamlar. Farqiga boradi. Birinchi o'rinda o'zini xatti-harakatlarini tahlil qila oladi va ikkinchi o'rinda atrof kuzatish boshlaydi. Va biladiki, sinfdoshlari ham ortiq bu ma'lumotlarga ega. Endi uni qaysidir xatti-harakatini ular deylik shaxsiyat buzilishi yoki manipulyatsiya ekanligini sezishni boshlaydi-ku, to'g'rilashga harakat qila boshlaydi. Jamiyat to'g'rilanadi. Asta-sekin bular jamiyatda, masalan, oilasida aytadi, masalan, bugun Peter Pan sindromini o'tdik, mana bu holat bo'lar ekan deb oilasiga aytadi. Asta-sekin ota-ona ham o'ylab ko'rishni boshlaydi. Mana shunday qilib yoki umrida hikoya yozmagan o'quvchilarga qanaqadir bir case topik berib qo'yganimizda shunaqangi ajoyib asarlar yozdi. U bola ham o'zini kashf qildi yozuvchi ekanligi haqida. Masalan, deylik, qaysidir hattoki o'sha adabiy terapiyaning qaysidir anaqalarida darslarimizda biz rasm chizishni ham masalan berganmiz, mo'y qalamlar bilan ranglarni his qila olish ham o'zi bitta qobiliyat. Masalan, maktablarimizda biz shunchaki quruq fan emas, hayotda ishlaydigan, hayotda yashashiga foydaliroq bo'ladigan va o'zini hayotini qulayroq qila oladigan instrument berishimiz kerak o'sha fan orqali. Hozir o'ylaganimda adabiyot deganda haqiqatan ham meni fikrim birinchi keladigan narsa bu yozuvchilarning ismi, yozgan asarlari, qachon yozgan, qahramonlarning ismi. Hozir o'qiyotgan paytimda, lekin ko'p e'tibor berayotgan narsam bu hozirgi paytimda, hozirgi vaziyatimga bu qanchalik taalluqli, qanchalik aksini ko'ra olaman, qanchalik shaxsiylashtira olaman bu narsani. Mana boshda podkastimiz boshida aytgandingiz, eng katta ta'sir qilgan asar Martin Eden deb. Mana o'qiganimda aynan endi talaba bo'lib Toshkentga kelganimda o'qiganman. Juda ham ilhomlantirgan asarlardan bittasi va nima uchun ilhomlantirgan deb hozir mana o'ylasam, aynan hozir qahramonlarni bilganim, kim yozganini bilganim, qayerda bo'lgani uchun emas, o'zingizda uni his qila olishingiz uchun, o'sha qahramonni qaysidir bir qismini o'zingizda aksini ko'rganingiz uchun ekan. Shunga qiziq, juda ham ahamiyatli ekan. Bu va juda ham qiyin qilishga ham ahamiyatli bir qismi ekanda adabiyotni. Nafaqat adabiyotni, barcha fanlarni. O'sha vaqtda Martinning asarini o'qimaganingizda edi va hozir o'sha asarga murojaat qilganingiz bilmaysiz, voqealarni hech ma'lumot yo'q va hozir o'qisangiz talabalik vaqtingizdagidaqa ta'sir qilmaydi. Chunki siz endi boshqa insonsizda. Ya'ni o'sha vaqtda qutqaruvchi asar yoki o'sha vaqtda foydali bo'lishi mumkin. Keyinchalik qo'shilgan tajribalarimiz bilan endi u asar emas, endi boshqa asar bizni keyingi navbatdagi versiyamizni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Bu asar emas, masalan, deylik meditatsiya bo'lishi mumkin. Bu deylik o'sha hamma
har xil narsalardan, har xil insonlardan yoki suhbatlardan olish mumkin. Deylik, kimdirlar uchun aynan hozirgi suhbatimiz mana shu bizga asarlar bera olgan qaysidir ma'noda oziqani yoki fikrlash, qanaqadir bir chiroq yonib qoladi-ku, o'sha tuyg'uni berishi mumkin. Chunki ba'zi bir podkastlar keyinchalik eshitganda mana xuddi shunaqangi holatda bo'lganda. Any more questions? I guess we can make a conclusion. Dilbar, katta rahmat qiziq suhbat uchun. Sizni fikrlaringiz, qarashlaringiz, shaxsiy tajribangiz nafaqat bizga, balkim juda ko'pchilikka qiziq bo'ladi va menimcha ilhomlantiruvchi ham bo'ladi. Va bu suhbatlarimizni bir kichkinagina bir qismchasi edi xolosda. Chunki gapirsak gap ko'p va sekin-sekin bu mavzularni birgalikda ochib borsak ko'proq kishiga qiziq bo'ladi, men nazarimda. Suhbat uchun rahmat. Sizni keyingi podkastlarimizda kutib qolamiz. Any remarks? Rahmat sizlarga ham. Burjon, sizga ham rahmat. Sizga rahmat Farruh. Sog'lik.